Bir oydan keyin 2025-yil tugaydi. Koronavirus bo'lganiga ham allaqachon 5 yil bo'ldi. 2023-yilda tug'ilgan bolalar esa endi gapira oladi. Yo'llarni Xitoy avtomobillari to'ldirdi. Instagram ochilganiga ham 14 yil bo'ldi. Bu yilda esa endi alohida kasbga aylangan. Bolalarga munosabat ancha yumshadi. Endi ularni urishmaydi, burchakka qo'yishmaydi. To'g'ri fikrni esa endi so'z bilan tushuntirishadi, kamar bilan emas. Endi o'tmishda qoldi, endi bizda PlayStation bor. Telefon hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Deyarli hamma narsa o'rnini bosdi. Unda ishlashadi, filmlar suratga olishadi, xaridlar uchun to'lov qilishadi. Endi Instagramda odamlar oddiy hayotni ko'rsatadi. Kimdir o'z qo'li bilan uy qurmoqda, kimdir esa 2 farzandli yolg'iz ona hayotini ko'rsatmoqda. Instagramda faqat ochiqlik va samimiyat qadrlanadi. Mashina va pul bilan maqtanishni bilgan odamlar 2023-yilda qolishdi. Qolganlar birdan oddiy hayot etabini ochishdi. Ota-onamiz yoshi ulg'aygan, yana